And so the calm before the storm. Hello, everybody, This and so welcome to engraved into today's sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Mashhur Bernabeu yana to'ladi. Vujudga keltirib shakl qo'yinni. Karim yo'q deysizmi? Anchi biladi yutib olishni da mumtoz o'yinni. Ne bular? Keling bugun yig'ishtiraylik Karotchim. Jangchiga aylanib 90 daqiqa El Clasico'ni birga ko'raylik. Azizlar, El Clasico boshlanyapti. Real Madrid Barselonaga qarshi o'yin boshlab berildi. Tarkiblarni talishtirib o'tirmayman. Hammaga tanish tarkiblar o'sha. Real Madrid o'yin boshida to'pni biroz nazorat qilyapti. Carreras qanot bo'ylab Rodrigo bugun yo'q, ofsayd bor ekan mana bu vaziyatda Rodrigoda. Bugun Vinicius maydonga tushirilmadi. Xabi Alonso o'yin boshida Rodrigoni tashlayapti. Ko'ramiz. Ne bo'lar bugun? Kunde to'pni o'yinga kiritib beradi. Ketdi. Yo'q. Frenkie de Jong Alaba to'pni olib qo'ydi. Kamavinga Rodrigo golga oldi. O'yinga o'yinchi ochilyapti. Yana himoyada yordamga keldi mana bu vaziyatda. Barsi to'pni oldiga qarab ketyapti. Rashford aldamchi harakatlar bilan o'tib ketdi. Hozir Valverdeni ortda qoldirdi. Yaxshi mana bu vaziyatda Militao to'pni olib qo'ydi va Kamavinga endi Bellingham Mastantuono yo'q, juda xato uzatma amalga oshirildi. Endi Barselona o'yinga qarab ketyapti. Lamin Yamal va Carrerasni ortda qoldirdi. Yamal va Carrerasning o'zi keldi va xato sal qoldi. Barselona o'yinchilari hisobni ochishi mumkin edi. Frenkie de Jong qanday vaziyatda zarbasiga biroz aniqlik yetishmayapti. Courtois to'pni o'yinga kiritib beradi endi. Mbappe yuqorida harakat qilib to'pni olib qo'yishga. Endi asta-sekin to'p nazorati baribir Barselonaga o'tyapti. Bu to'p azizlar. Xo'rsarda Rashford Militao to'pni olib qo'ydi. Kamavinga, Chomeni, Bellingham qanot bo'ylab juda ham ajoyib pas bo'lishi mumkin. Rodrigo yetib boradi. To'xtatadi. Jarima joyida ichiga Mastantuono o'tgan. Rashford Valverde'ga qarshi yana aldamchi harakatlar. Balde, De Jong qanotda. Militao ajoyib o'yin ko'rsatyapti. Buni ta'kidlash lozim. Ammo yana bari xatoga yo'l qo'ydi. Zarba. Ferran Torres hozir yana bir zarba. Birinchi o'yindagi xavfli vaziyat kuzatildi azizlar. Carreras Yamal muqaddasini bizga deb topdi akam. Rodrigo edi azizlar. Alaba bo'ylab Carreras yuryapti. Orqaga yurilib oldi. Va zarba.
Valverde to'pni safar olib qo'ydi, lekin bu vaziyatda yana Barselona o'yinchilari oldinga qarab ketishyapti. De Jong ham to'pni yo'qotdi. Mastantuono, Mbappe to'xtatib zarba beradi. Xavfli chiqdi Mbappe joyga. Yamal harakat qilishyapti Barselona o'yinchilari, lekin chiqib ketdi azizlar. Mana vaziyatda Balde Rashfordga uzatdi. Rashford nima qiladi? Rashford va uzatma markazga o'tmadi. Kamavinga ketdi. Rodrigo qanot bo'ylab. Rodrigo markazlashyapti. Rodrigo Mbappeni ko'rdi, lekin to'p o'tmayapti Mbappega. De Jong hujumda Barselona o'yinchilari yana Kamavinga qanotga Rodrigo yana Barselona o'yinchilari to'pni nazorat qilyapti. Yamal voqea Kudarsi birinchi o'limizdan qolib ketib qoldik. Yana gapirman. Rashford mana vaziyatda amalga oshirdi. Ikkita o'yinchilar ortda qoldi. Yamalga to'p chiqib ketyapti. Birinchi bo'lim shu tariqa o'z yakuniga yetkazdilar. Biroz ustunlik Barselonada bo'lishi mumkin. 3 ta zarba Real Madridga 2 Barselonada bitta aniq zarba ham bo'ldi. Ko'ramiz ikkinchi bo'lim nimalar olib kelar ekan bizga. Bizga atashgan odamimiz hujumda Lopez deyapmiz, boshqa ekani Enzo Fernandesmi shuni? Toni Fernandes birinchi marta ishlatgan, nimalardan bo'lishi mumkin. Kamavinga, Kylian Bellingham ajoyib pas edi, o'tmadi. Kunday Kubarsi Frenki ajoyib pas bo'lishi mumkin edi, lekin qaytib qoldi. Valverde bu vaziyatda Kylian Rodrigo unchalik ochilmayapti. Lekin zaminaga olish vaqti kelgandir. Mana vaziyatda ajoyib harakatlar. Yamal va Carreras. Yamalga birdaniga 2 kishilashib o'pishyapti o'ziga. Ajoyib harakatlar. Alaba hozir va Real Madrid o'yinchilari oldiga qarab ketyapti. Kylian Rodrigoga pas edi. Bu o'zi ham kechiramagan Mbappe qizg'onmadi. Ammo Chesney payqab qoldi-da. Endi Barselonada shunday hujum ko'ramizmi? Va Toni Fernandesning zarbasi Kurtuvaning ikkinchisi. Kylian Rodrigo'ni tortib qidirib, Rodrigo Kundaga qarshi aldata biramallab Mbappega pas. Chouamini
bo'lyapti. Vaziyatlar keskinlashyapti. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'limda azizlar ko'p turibmiz. Ikkala jamoaga ham g'alaba zarur. Durang aniqtirmaydi ikkala jamoa ham. Real uchun 4 ta mag'lubiyatli seriyadan so'ng g'alaba El-Klasikoda albatta. Barselona esa turnir jadvalida birinchi o'ringa chiqib olish uchun imkoniyat bor bu vaziyatda. Yamal qo'yib qolish kerak. Yamal harakatlar katta masdan Tuona Kylian'dan uzoqqa o'xshamadi. Yamal markazlarda yuribdi. Yamal De Jong sayt ekan bu endi. Balki endi almashtirish vaqti kelgandir. Vinini maydonga tashlar. Arda Güler bor. Substitutions taking place. Azizlar, bir qancha o'zgarishlar ro'y berdi. Toni Fernandes, Lewandowski Real Madridda ham balki o'zgarish vaqti kelgandir. Demak, Real Madridda ham almashtirish bor. Number 11, Rodrigo. Rodrigo ketdi, Zlatan Vinicius. Aston Tuono. Aston Tuono ketyapti o'rniga. Eduardo Camavinga. Va mana Arda Gülerdan yurish ko'ramizmi? O'tgan Kundi Vinicius Junior. oxirida oyog'ini qo'yib qoldi. Lewandowski Brahim Diaz. yaxshi pas Number berishdi. 15, Güler. Pedrining xatti-harakatlariga e'tibor bering. Kylian o'tmadi. Diaz va Kylian tikka-tak o'ynashga harakat qildi. Lewandowskidan to'pni olib qo'yishyapti. Diaz. Güler yo'q. Gülerdan o'tib ketdi to'p. De Jong. Yamal. Karrierasiga qarshi Frenki. Rikoshet kirib ketishi ham mumkin edi. Bizlar 90 daqiqani There will be 1 tugatdi. minute added time. Barselona so'nggi hujum qilishga ulguradimi yoki Real Madridmi? Hayo azizlar, o'yin 0-0 hisobda yakunlanyapti. El Clasico edi azizlar, 0-0. Jamoalar bir ochkodan bo'lib olishdi. Shu paytda siz bilan xayrlashadigan vaqt ham yaqinlashib qoldi azizlar. And just Keyingi quick safar reminder today to ko'rishguncha please drink azizlar, sog' responsibly. Anyone salomat appearing bo'linglar. intoxicated or behaving in an inappropriate manner